bir narsani aytib ketay. Bizda hozir yoshlar ichida Navoiyni yaxshi tushunadigan yigitlar, zamonamizning qahramonlari Hasanxon, Husanxon qorilar. Navoiy bo'yicha juda ham kuchli mutaxassislar, lekin ziyolilar tabaqasida biroz g'ashlari kelishi mumkin. Meni ma'zur ko'radir ziyolilarimiz. Haqiqatda Qur'onni yaxshi biladi, sunnatni yaxshi biladi, arab tilisi zo'r. Shu bilan birga Navoiyni ham zo'r biladi bular. Bulardan so'rash kerak Navoiyni. O'shanda ko'rasiz Navoiyni kimligini. Ba'zi ulamolar Hazrat aytardilar, Navoiyni nomahramlar o'rganyapti deb. Navoiyni tilini Guliga bog'lab qo'yganlar bor. Navoiymish Guli degan xotinni yaxshi ko'rarmish-da, o'shaning ishqida o'lib ketganimish. Bekor gapda. Navoiyning ishq, muhabbat haqidagi gaplari hammasini o'zini istilohiy lug'atlari bor. O'shaning uchun shariatni, dinni, Qur'onni, sunnatni bilmagan odam Navoiy hazratlarini yaxshi bilmaydi